Cobalt mana shunaqa funksiyasi bor ekan. Endi bilyapman. Mashina zavod bo'lib turibdi. Tabloni holatlari. Bugungi chisla. Kalt sug'uramiz. Eshik holati ochiq bo'lishi kerak ekan. Farani, gitarani tortamiz. Qo'yib yuboramiz. Svet yonib turadi. Va eshikni bekitamiz. Cobalt avtomashinasida bormi bu funksiya, yo'q boshqa avtomashinalarda ham bormi? Fara 30 sekunddan keyin o'chish kerak ekan. Avtomatik. Bu mahalla qorong'u joylarda turadiganlarga ancha foydasi tegadi. Ichkariroqga svet yorug'ida yetib olishligi uchun ish berdi. Gap yo'q.